Hikoya Yeşil Küllük. Abduri Mahira Ömer. Avazda Tahircan Şemşidin, Cemile Ömer. Birinci kısım. Allaqachon kuz oylari kirib qolgan ham yomg'ir yig'ayotgan bo'lg'achqa sirtning havosi shunchalik sovuq. Yuzlarimga nashtardek urilib, yelin kiyimlar va sapma kashbilalla turgan badanlarimga to'solg'usizlik hujum qilmoqda edi. Kech soat 12dan oshgan bo'lsa-mu, ko'chada odamlar silikmagan. Nimalargadir aldirashgandek u yoq bu yoqqa o'tishib turadi. Kökergen, işıgan yüzlerimge, bu avara turkumga qarab, iç ağrıtqandek qarışıp qo'yganlarmi bo'ldi. Tayoq zarbisidan sirqirab ag'rivatgan badanlarim, baya yuz bergan sharmandachilik, tan qapisimni teshib o'tib, naq yuragimga berib tekkan ochiq azob dastidan mening atrofimdagilarga qaraydiganga hafsalam yo'q. Qaysar, ah Qaysar, şu tapda mendek birsini xiyolmi qilmasdan o'z xo'shlig'im bilan falak bo'lib atqansan. Zodi nima uchun bu xo'rliqni menga ravo ko'rgansan? Ochiq bir nida yuragimdan o'qchib chiqib, chidab besib kelayotgan yig'i kelgunlari qaytadan yamradi. To'xtamay yig'ayotgan yomg'ir ko'z yoshlarim bilan qo'shilib, yuzlarimni bo'ylab ichimga kirib ketyotdi. Sochlarim, kiyim kechaklarim cho'p-cho'p ho'l bo'lib ketgan bo'lib, to'nlab titrab, vujudimda haroratdan asar qolmagandek muzlab ketayotgan edi. Kimdir birining shahar degan nurg'un odam to'plashib, yigani yashaydigan joy deganini anglaganim elim yodimda. Nima degan to'g'ri aytilgan so'z-a? Shuncha nurg'un odamlarning orasida ketib-etibmi, o'zimni shunchalik yolg'iz, g'ayri-bes qilmoqda edim. Bugungi xo'rliq yodimga kelishi bilan 5 yillik turmush kartinalarim xiyolimdan kino lensida o'tishga boshladi. Qaysar ikkimiz oliy maktabdagi savodashlardan edik. Mening uyim bu shahardan yiroq bir nahiyada bo'lib, dadam oliy maktabni bitirdigan yilim tugab ketgan. Anam akam bilan turadi. Anam meni qaytib kelib, yenimizda xizmat qiling deganda, men Qaysarga tortishib, shaharda kelishni tanlagan edim. Men Qaysar bilan to'y qilganda, xizmatim yo'q bo'lg'achqa, to'ydan keyin qaynatam meni bir og'inisi orqali bir idoraga xizmatga o'rinlashtirib qo'ygan edi. To'ydan keyin biz shunchalik baxtli edik. 2 yil shundoq o'tib, 3-yiliga qadam qo'yganda baxtimizga ko'z tegdi. Qaysarning idorasiga Nurbiya ismli bir ayol yo'tkelib keldi. Nemisini aytay. Shuningdan tartib mening xushallig'im tugadi. Baxtim to'zidi. Qaysar boshqa bir odamga o'zgarib qelyotdi. Qo'shnilarimiz Qaysarning xizmatdoshlari bo'lg'achqa, ayollar asosan tanishadiq. Biz paranglashib o'tirganda, ular doim shu Nurbiya degan ayolning gapini qilishadi. Hey, qizlar, bu Nurbiya bo'shlim emas-jumi? Eng yaxshisi erlarimizga hezi bo'layli. Anlasam, burunqi idorasida necha erni ozdirib, oilasini xonavayron qilganmish. 2 erdan chiqqan bir bolasi bor deydi. Mushundaq paranglarni anglasam, xuddi menga munosabatsizdek erin qilmaydim. Nurbiyani necha ketim ko'rgan bo'lsam-mu, uning erlarni jalb qilaligidek alohida bir yerini topolmagan edim. Shu kunlarda qaynonam to'la telefon qilib, balaliq bo'lishimiz kerakligini puritib o'tdi. Menga nima amal? Meningmi balaliq bo'lg'im? Boshqalardek balamni yetilab, kiyim-kechaklarni elib bergim.
Bağçılarda oynatqım keletdi. Qeyrishqandek boyumda qalmayvatadi. Bir kuni ko'ktat setib elib qaytib kelayotsam, o'dil qo'shnimiz Aysima hadam chaqirib qoldi. Dilbar, to'xtang singlim. Sizga deydigan gapim bor. Men uning og'ziga qaradim. Yaqindan beri Qaysar bilan Nurbiya to'g'riliq mish-mish gaplar avib qoldi singlim. Qodir akangiz shundoq deydi. Ular doim birga ishdan tushidi ekan. Siz o'nliq, yo'vash. Bu yerda boshqa yaqinlaringizmi yo'q? Qaysarga azroq diqqat qilib qo'ying singlim. Men ortiq gap qilmay, ma'qullik bildirib beshimni laqshitdim. Qaysar bara yangidan yangi qiliqlarni chiqarib, telefoniga men bilmaydigan maxfiy nomer o'rnatib, telefon kelsa, tozliq uyga kirib so'zlashadigan bo'lib oldi. Nechirat so'rgan bo'lsam-mu, tan olmaydi. Shu kunlarda bo'yimda qolganini bildim. Men xushalliqimda bu xabarni Qaysarga tezroq yetkazishni o'ylab, tamoq etib uni saqladim. Saat 12dan oshgan bo'lsa-mu, u yo'q. Ko'nglimga kelmagan ishlar kelib, damdan damga telefon qilatdim. Ammo etikli chiqatdi. Bir chaqda eshikning qo'pol urilishidan cho'chib uyg'onib, Qaysarning beshimda devaylab turganini ko'rib, o'rnimdan turay deyishimga u meni qari qo'yib urib ketdi. Nemish bo'lganligini anqirib bo'lgacha, uning tayoq tepiklari orasida o'shimni yo'qotdim. Atsi ko'zimni ichib, o'zimni doktorxonada ko'rib, beshimda yig'lab o'ldirgan qiynanamdan nemish bo'lganligini so'radim. Balam, bo'yingizda borlig'ini nemishga bizga demaysiz? Biz hech nimani bilmay turibla, uningdan ayrilib qoldik emasmi? Qaysar degan deyuzni nima qilaversam bo'la? Men ko'zimni yumib oldim. Ikki tomchi yosh mag'zimni bo'ylab sochlarim orasiga singib ketdi. Mening hech kimni ko'rgim, hech nimani anglag'im yo'q edi. Yuragimda sonsiz qurtlar g'ajab yemoqda. Ochiq bir azob menimdan kirib, yuragimda to'xtab qoldi. Qaysar qancha ketimlab kechirim so'rgan. Odam bo'lish to'g'risida va'da bergan bo'lsa-mu, men uchun baribir edi. Turmushim ma'nisini yo'qotgan. Xushalliq, baxt mendan bakmo yiroqlashib ketgan edi. Qaysar bir mezgil o'ngshalganda qilib, yana ko'ni sanamga dastlab yurayverdi. Doim haroq ichib kirib, meni uradigan qiliqni odat qilib olgan bo'lib, pat-patli uyga qaytmaydi. Uning nada, nemishlarni qilayotgani menga 5 qo'ldek ayon bo'lsa-mu, uningga bo'lgan muhabbatim meni yanada uningga bu uyga bog'lab turadi. Bechara opamni ansirtishni zodila xolamaydim. Mana bugun to'y qilganimizga 5 yil bo'lgan kun. O'chayla deb qolgan umid shamim meni bu fursatni chin tutishga undaydi. Men Qaysarni to'y qadri kunimizni unutib qolmaydi deb o'ylaydim. Men nurg'un tayyorliklarni qilib, Qaysarning kelishini kutib o'ltirdim. Uning ishdan tushadigan vaqti allaqachon o'tib ketgan bo'lsa-mu, uning qarisimi ko'rinmaydi. Oxiri uningga telefon qildim. Telefon tezla elindi. Qaysar, neredesiz? Kelmaysiz-ku? Og'inlar bilan o'ltirgan. Sen uxlab. Men siz amroq. Mening so'zim tugamasdilla, telefon uzildi. Aniqki, Qaysarning so'rinida qizlarmi bor edi. Men uni deb u eng yaxshi ko'radigan polo etgan edim. Tuyuqsiz ko'nglim bakmo yerim bo'ldi. Yuragim ompurda qisqandek og'rib ketdi.
Şu esnada gözlerim tamdaki çoğun aynakka düşüşü bilen turupla kaldım. Aynakda kiyip algan kiyimleri uğruq bəstiga xo'p kelmegen. Şalang cansız çaşlarını mundaqlı boğup algan. Peshonasiga, ko'z atrofiga tushgan qo'riqlardan o'z yeshidan cho'ng ko'rinadigan. Şalang qoshlari ostida xuddi o'chayli deb qolgan chiroq nuridek ojiz pilildab qolgan nursiz ko'zlaridan cheksiz hasrat to'kilib turadigan bir ayol mo'nglinib qarab turadi. Ah, bu menmi? Mushu menmi? Qani Qaysarning, sening mushu ko'zlaring gap qila oladi. Men sening ko'zlaringga oshiq deb maqtaydigan o'ynoq ko'zlar. Qani men hamisha cho'qqamga chiqarib bo'g'ib oladigan qop-qora sumbul chashlar. Qani oppoq suzuk chiroy. Qani xushbichim qomat. Turmushning azob oqibatlari bularni mendan bilindirmayli elib ketgan edi. Men barliqimni Qaysar uchun deb o'zimga qilch ko'ngil bilmabdiman. Ashu qitimliq bo'yimdan ajrab ketgandan keyin qayta homildor bo'lolmadim. Yuzimda dog'lar paydo bo'lib qolgan edi. Turupli qachonlarda tujupilab girim qilganimni aslayolmadim. Men o'zimni yo'qotib qo'yibdiman. Mana endi Qaysarni yo'qotib qo'ygan edim. Esingizda bo'lsin, qo'llash sizlardan, tirishish bizdan.